2025 yil 30 oktyabr kuni soat 21:25 da Tozalovchi serialining 84 qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod hikoyaning yangi bosqichi. Qahramonlar allaqachon o'z sinovlaridan o'tganlar, lekin endi ularga yanada og'ir ichki ziddiyatlar va tashqi muammolar bilan yuzlashish nasib etadi. Boshqa bir ayolning hikoyasi ostida yashiringan, har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor iborasi aynan shu voqealarni yanada chuqurroq ifodalaydi. Serial oddiy kundalik dramadan tashqariga chiqib, unda namoyon bo'lgan ichki kuch va zaiflik orqali insonga umumiy bo'lgan ma'nolarni ochadi. Rejissyorlikning aniqligi, jonli muloqotlar va realistik obrazlar Tozalovchini oddiy melodrama emas, balki hayotiy tasvirga aylantiradi. Ayniqsa, mualliflar ko'rinishida tekst tozalik va tartib ortida nimadir sir yotganini ko'rsatishga qo'rqmaydi va aynan ayol o'sha sirni ochib, parchalarni yigib, yana hamma narsani tartibga soladi. Bu esa ruhlantiradi, tomoshabinda uzoq qoladi. Agar siz faqat pardadagi voqealarni emas, balki undan ortiq ma'nolarni izlayotgan bo'lsangiz, 84 qism aynan shu jumladan. Soat 21:25 da Milliy TV kanalida uni qo'ldan boy bermang.